Aynan 2019-yilda ishlab chiqarilgan 65-20 larda savdosi 25 ming atrofida bo'lyapti. Radnoy holatda egisi. Lekin bu texnikamizni anchagina plus tomonlari bor. Qiziq bo'lsa videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib turinglar. Ma'lumotlarni berib o'taman. To'liqroq ma'lumotni esa pastki raqamlardan olishingiz mumkin. Bu texnikamiz ham 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Kabinalari toza, DTP bo'lmagan, Radnoy kraskasida turibdi. Bu texnikani bilasizlar, ozgina jo'skroq chiqargan. Lekin biz o'zbeklarga yetadigani yo'q. Texnikani o'zgartirish bo'yicha respekt. Ko'ringlar, mana miyaqli qilish uchun oldiga prujina, amortizator qo'yilgan. Aka kemadaqa yumshoq yuradi deyishdi, lekin hali o'zim chiqib ko'rganim yo'q. Haydab ko'rganlar bo'lsa kommentariyaga yozib olsalaring yaxshi bo'lardi. Texnikani oldi balonlari 100% holatda yangi taqilgan. Pilusini ko'ringlar endi. Bunga заводской gazlik Vichay motor ustanovka qilingan. Ochilmaganidan umuman avtorasxod qilmaydi. Ikkinchi pilusi esa 12 talik Hova korobka qo'shimcha qilingan. Gaz balonlari umumiy 8 ta, 4 ta 150 talik chap tomonda, 4 ta 100 talik o'ng tomonga joylashtirilgan. Orqadagi 8 ta baloni esa 60% atrofida. Bilasizlar, bu beskamер chiqqan заводской. Bu esa tarasini yengil bo'lishiga anchagina hissa qo'shadi, bilasizlar. Ramalarda, podramniklarda umuman treshina yo'q, risollari ham zavod holatida turibdi. Pritsepimiz esa 2017-yilda ishlab chiqarilgan 100% Radnoy holatda turibdi. Balonlari esa hammasi 6 tasi 80% atrofida. Pritsepimiz yangidek turibdi aka, 5 oy ishlatilgan xolos, hamma joyi o'ziniki deyishdi. Buni borib bir qator yana o'zlaring tekshirib guvohi bo'lasizlar. Aynan padushkali variantidan juda ham miyaqli bo'ladi. Ayniqsa kamazga juda ham chiroyli yarashadi. Uzukka ko'z qo'ygandek eri xotina, nima dedilaring? Fikrlaringni kommentariyada yozib yuboringlar. Lekin tan olish kerak, pritsepli mashinalar anchagina barakali pul topadi. Chunki bilasizlar, bitta texnikaga rasxod qilasiz, ikkita texnikani foydasini olasiz. Bosadigan joyi jigarlar, bosish kerak. Bu texnikalarimiz Jizzax viloyati, Jizzax shahrida turibdi. Pastga egalar nomerini qoldirib qo'yaman. Aloqaga chiqib yana ham to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Narxini umumiy ikkalasini 48 ming dollar so'rashyapti. Alohida so'raganlarga Kamazda o'zini 30 ming, Pritsepda 18 ming dollar narx ayting. Narx pul bilan kelishsa, chiroyli qilib, savdosini qilib, xursand qilib jo'nataman deyishdi. Xotirjam aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. Bu videoroligimizni men faqat pritsepli mashina haydayman, adinochkalar bizga kayf bermaydi deydigan do'stingizga srochniy tashlab qo'yinglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, imkon boricha hamma texnikani qo'yib borishga harakat qilyapmiz. Xabarlaring bo'lib turadi, narx-navolaridan ishlaring oson bitadi. Yaxshi kunda ko'rishaylik, savdolaringni bersin qadrdonlar.